Aka, yangi telefon oldim. Qayerdan olding bunday qimmat telefonni? Hech qayerda ishlamasang. Ha, Jamshid o'rtog'im kafil bo'ldi. Sen to'la olmaysan-ku buni. Uni oyligi yaxshi, to'lab yuraveradi. Unga bilinmaydi. Aka, mashinani kreditga oldim. Qarang qanday zo'r. Qanaqa to'laysan buni? Kiraga chiqmoqchimisan? Taksi qilmoqchimisan? Yo'q, taksichilik qilmayman aka. Mashina dabdala bo'lib ketadi. Ha, qanaqa to'laysan buni pulini? Alisher og'aynim kafil bo'ldi. Uni oyligi zo'rda. Sal sho'stirlik qildim-da aka. Uni bola chaqasini kim boqadi? Shuni o'ylamadingmi? Aka qo'ying. Zamonni tushunmaysiz-da. Hozir zamon boshqacha. Aka, to'yimni belgilab oldim. Qilmoqchiman. Hashamatliroq qilmoqchiman. Tanish bilishlar bir yonib kuysin, hamma hech qayerda ishlamaydi, kelajagi yo'q deganda. Mayli hashamatli qilarsan. To'yga ketadigan pullar yig'madik hali. Aka, xavotir olmang, kredit olaman. Endi qaysi og'ayning kuydirasan? Aka, juda eski zamonning odamsiz-da. Hozir ishni ko'zini biladigan odamlarning davri keldi. Seni bu ishlaring menga yoqmayapti. Aka, siz tushunmaysiz bunaqa narsalarni. Besalar tez-tez. Alo. Alo. Hech qaysing kelmading. Nima bo'lgan sanlarga? Alo. Nima bo'ldi uka? Mehmonlar keldi. To'yimga hamma og'aynilarimni aytganman. Hech qaysi biri kelmayapti. Hech qaysi telefonni ko'tarmayapti. Chordinga tiqib tashlagan. Uka, hali-ki to'ying. Bu turishda janozangga ham hech kim kelmay qo'ysa nima qilasan? Bu nima deganingiz? Nechtasini kreditingga kafil qilib kuydirding? Hamma narsalar egasiga qaytar. Pulini to'la olmasang ham. Tag'in o'lganingdan keyin ko'milmay qolib ketmagan. O'ylab qolaman o'tkinchi olam, mol dunyoga buncha och bu odam.